Sizni farzandingizda yassi oyoqlik bormi? Oyog'ini ichkariga bosyaptimi? Unda sizga hozir juda ham katta yordam beradigan 3 ta mashqni ko'rsatib beraman. Assalomu alaykum. Men ismim Nargiza Rixtillayeva, 12 yillik massajistka plus osteopatman. Sizlarga hozir ko'rsatib beradigan mashqlarimni bemalol uy sharoitida har kuni farzandingizni qilishni tavsiya beraman va aynan shu mashqlar orqali siz farzandingizni yassi oyoqlikdan saqlab qolasiz. Birinchi qiladigan mashqimiz xuddi shu video usulida bo'ladi. Ya'ni birinchi navbatda bolamiz oyoq uchida yuradi. Oyoq uchida yurayotgan vaqtimizda 1 minut yursalar, 1 minut dam oladilar. Soatga qarab turib qilasizlar. Undan keyingi mashqimiz tovonda yuradilar. Tovonda 1 minut yursalar, 1 minut dam oladilar. Har bir mashqlarimizning orasiga minutlariga ahamiyatli beraylik. Dam berish shart. Ana undan keyin bo'lsa oyog'imizni yon qismida yuramiz. Yon qismida yurganda ham xuddi shu vaqt oralig'ida qilinadi. Bu mashqlarimizni eng kamida har birini 10 martadan takrorlash kerak bo'ladi kun davomida. Aynan shu mashqlar sizni farzandingizni yassi oyoqlikdan saqlab qolish uchun yordam beradi. Bu mashqlarni kun davomida har kuni, ya'ni siz stabilni har kuni qilib borishingiz kerak bo'ladi. O'shanda effekti bo'ladi. Sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, saqlanib qilib like bosishni esdan chiqarmang. Aytgancha bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying, chunki men ishonaman, bu juda ham foydali massaj usullari.